Diqqat, tezkor xabar. Tyumenda nosvoy sotgan migrantlar jazolandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tyumenda politsiya va Rossiya Milliy gvardiyasi xodimlari migrantlar ishlayotgan va dam olayotgan kafelardan reydlar o'tkazdi. Kafelardan birida 790 o'rim nosvoy topilib, tovar egasiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy jinoyatlar kodeksining 1453-moddasi 2-qismi bilan bayonnoma tuzilgan. Yana bir kafeda spirtli ichimliklarning noqonuniy savdosi aniqlangan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari 69 shisha spirtli ichimligi egasining litsenziyasi bo'lmaganligi uchun olib qo'ygan. U ham ma'muriy jazoga tortildi. Reydlar natijasida Rossiyada 5 nafar muhojir deportatsiya qilindi. Muassasa egalari noqonuniy faoliyat uchun jarimaga tortiladi. Ko'p miqdorda taqiqlangan tovarlar olib qo'yildi. Avvalroq shahardagi boshqa savdo nuqtalarida ham reyd o'tkazilgan edi. Maqsad harbiy xizmatdan qochayotgan muhojirlarni aniqlash edi. Ularning bir qismi darhol harbiy komissariyatga jo'natilgan. Shuningdek, 16 nafar noqonuniy muhojir mamlakatdan chiqarib yuborilish, 4 nafar noqonuniy ishga joylashtirish tufayli jarimaga tortilgan.